Avir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Nexia 3 mashinasi 2017-yil 188 ming kilometr masofalarni bosib o'tgan to'rt avtomat korobkasi bo'ladi. Mashinaga qimmat ledlar qo'yilgan, zavodskiy diski, yumshoq yangi baloqlargacha qo'yib qo'yishdi. Salonlarni ko'rib chiqsam, sariq salonda bo'ladi okalar. Salon holatlari ham zo'r holatda turibdi, urinib ketmagan 188 ming probeg. Xo'p, mashinaga yaxshi chexol ko'rlar solingan. Pakelerni propan gaz baloqlargacha uстановка qilingan video registrator, mejgar pult. Xo'p, motor korobka ходовой qismlarida hech qanaqa muammolar yo'q ekan, o'zingiz uchun tekshirtirib, проверка qildirib olasizlar. Xo'p, mashina holati yaxshi. Kraskasiga keladigan bo'lsa, ukalar, kapot, krылоsi kraskasi bor ekan, strashniy udalari yo'q, o'zingiz uchun tekshirtirib olasizlar. Qolgan joylar top-toza. Narxini o'kilasizlar, maza qilib minishining uchun bo'ladigan narxi faqat Afonit ekan, $7350 baholandi. $7350 ga 2017-yil sariq salonda 188 ming kilometr masofani bosib o'tgan Turinch PS avtomat korobka Nexia 3 mashinasi.